Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun bizda challenge'ni qaytaramiz. Bir hafta qila olmadim, negadir nima desam. Ko'rishlar soni tushib ketgandan keyin qila olmadim. Lekin comeback bo'lishga ishonaman. Qaytdik. Bugun o'tirdik, ketdik. 100 ta ajmani. Ben 4. kun tugadi. 100 ta ajmani qolganlarga ko'ra qiyinroq bo'ldi, lekin amaladi. Asosiy o'zgarish bo'lyapti. 15 kunni chiqarishim uchun 150 ta like'dan so'ng 15 kun chiqadi. Let's go.